mantiqqa tayangan holatda testlarni to'g'ri javoblarini topamiz. 14-chi savolning javobini topish uchun Jinoyat kodeksini bilish kerak. Lekin aytaylik, biz Jinoyat kodeksini aynan shu joyini o'qimaganmiz yoki Jinoyat kodeksini umuman o'qimaganmiz. Bu holatda mantiqni ishlatib to'g'ri javob topishga harakat qilamiz. Demak, ushbu savolda jinoyat sodir etishda aybli deb topilgan shaxslarga nisbatan jarima, muayyan huquqdan mahrum qilish, axloq tuzatishlari, xizmat bo'yicha cheklash, majburiy jamoatchilik, ozodlikni cheklash, insoniy qismga jo'natish va hokazo asosiy jazolar qo'llanishi qayd etilgan. Demak, majburiy jamoatchilari qaysi toifadagi shaxslarga nisbatan qo'llanilmaydi degan savol berilmoqda. Demak, birinchi bizda 16 yoshga to'lmagan shaxslarga, demak 16 yoshga to'lmagan shaxsga majburiy jamoat ishlarini berish mantiqan to'g'ri bo'ladimi? 16 yoshga to'lmagan shaxs, misol uchun, u doim maktabga borishi kerak va bilasizlar, voyaga yetmaganga nisbatan majburiy mehnat qilish bu mantiqan ham to'g'ri bo'lmasdi. Va ikkinchisi, 3-guruh nogironligi bo'lgan shaxslar. Xo'p, bu yerda nogironligi bo'lgani uchun balki shularga nisbatan qo'llanilmas degan qavolni chiqarib tashlashimiz kerak. Sababi, birinchi, ikkinchi guruh nogironlari mehnat qobiliyatini yo'qotgan bo'ladi. Uchinchi guruh nogironlar esa mehnat qobiliyatini qisman yo'qotgan bo'ladi. Va uchinchisi, chet el fuqarolariga. Demak, o'ylaylik, misol uchun bitta chet el fuqarosi keldi O'zbekistonga, misol uchun sayohat qilish maqsadida kelgan bo'lishi mumkin, lekin u aybli deb topildi. Misol uchun chet el fuqarosiga majburiy jamoatchilarni qo'llasak to'g'ri bo'ladimi? Aytaylik, u O'zbekistonga misol uchun bir hafta sayohat qilish uchun kelgan bo'lishi mumkin, lekin jinoyat sodir etgan. Biz unga majburiy jamoatchilar qo'llaydigan bo'lsak, hali u misol uchun O'zbekistonda doim yashamaydi, yashaydigan biror joyi yo'q. Aynan majburiy jamoatchilarni qilish uchun O'zbekistonda o'tash uchun qolish mumkinmi degan savol bizni o'ylantiradi. Mantiqan o'ylab qarasak. Va keyingisi 4-chi guruh nogironligi bo'lgan shaxslarga. O'z 4-chi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar bormi? Va aytaylik, biz birinchi, ikkinchi guruh nogironlarni inobatga olishimiz kerak, qobiliyatni yo'qotgan bo'ladi. Shunda mantiqan to'g'ri javob yaqinlari birinchi va uchinchi bo'lyapti. Shunda bejavob bo'ladi bizda va bejavob to'g'ri javob hisoblanadi. Shunga o'xshagan test tahlillarini o'tkazib yubormaslik uchun albatta sahifamga obuna bo'ling.